2022 yil 24-iyun. Hozir bir bemorimiz to'g'risida aytib beraman. Kichkina bemor Qozog'istondan kelgan va bizda isitma kirib davolanish olmadi. Hozir nima uchun bu masalani gapiryapsiz desangiz, hozir yosh bolalar ko'p kelyapti. Mana bugun ham 3 ta bolamiz isitma kiryapti. Ertalab Qo'qonlikka javob berib oldik. Kelgan kunidan boshlab isitma kirgan. Sizlarda nima bo'lganda? Bizda bu o'zi yugurib yurgan bola to'satdan bo'lgan. To'satdan bo'ldi, keyin fevral oyida birinchi boshini tashlab oyog'i chalishib ketib, shundan boshlandi kasal noyabr oyida. Keyin fevralga kelib o'zidan o'zi sudurga boshlandi. Sudurga boshlanganda tildan qoldi, yurish to'xtadi. Shu bilan davolandik, uni Toshkentda davolandik, Qozog'istonda davolandik. Bular davosi yo'q deyishdi Qozog'istonda. Keyin Ostonaga olib boringlar deyishdi, lekin aytdim foydasi bo'ladimi desam yo'q deyishdi. Keyin olib bormadik u yoqqa. Keyin YouTubedan ko'rib bu yoqqa keldik. Kelgandan istimalarda Qachon, qaysi oyda keluvdilar? biz oldingi oyda bir oy Ha, bo'ldi. bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Keyin bu yerga keldik, istimali bo'ldilar. Ukollarni ololmadim, massaj ololmadim. Faqat tabletkalarni olib, endi chala davolanib ketdik. Lekin uyda mana shu yozib bergan dorilar Isitmasi qanday tushib qoldi edi? Istimaga isitmasi dorilar yozib berdik. chiqqanda spicha qo'ydik, keyin mana shu dorilarni ichirdik, keyin o'zimizning doktorlar bilan maslahatlashdik. Bu organizm kurashyapti, 37 yarim spicha qo'ymang deb shunaqa deyishdi. Organizm o'zi kurashadi deb. Keyin mana shu dorilarni ichib shu kelgandan ancha yaxshi, ko'zini yaxshi ochmas edi, ko'rish qobiliyati ham sal pasaygan dedingiz. Hozir yoniga borsangiz ko'zini qirib odamga qaraydi. Har qalay foydasi. Bor, Xudoga shukr. Qo'l oyog'i qimirlayapti. Lekin ancha yaxshi. Kilosi ham 1 kilo qo'shibdi birovga. Endi isitma yo'qmi? Yo'q, isitma yo'q. Ilohim bo'lmasin. Alloh shifosini bersin. Dorilar bilan Xudoga shukr ancha Yaxshi. bo'ldi. Bu gal ko'l nimalarni Hozir nimaga bu gapni gapiryapsan desangiz, mana shu issiq kunlar boshlandi, juda ham ko'p isitma kirgan, ko'p uzoqdan kelishyapti. Mana perival oshib kelishadi, dovon oshib. Kelgan kuni yo ichib o'tadi. Chunki yo'lda har xil kola ichgan, fant ichgan, 1-4 yoshlar bo'lsa, yogurt yegan, kichkina bola bo'lsa, shamollatgan, yo yo'talib qoladi. Yozgi kunda ham yo'taldan qo'rqamiz, ham ichayotgandan keyin 3-4 kun dori ukol qilmasdan dorida davolasak ko'pchilik norozi bo'lyapti. Aytyapti, norozi bo'lmanglar, endi biz ham ukol qilganni qo'rqamiz. Har xil odam bor, kasallikda alamini shifokordan oladigan bor. Keyin doktorga olib borsa, boshqa doktorga doktorni yaxshi bo'lmaydigan davr. Faqat yomonni gapiraveradi. Shuning uchun ayniqsa davlat doktori xususida yoqtirmaydi deyishadi. Endi bilmayman, men kasallar shunday deydi. Men ama doktorlarman hammasi bilan yaxshi chiqishaman. Shuning uchun aytib qo'ymoqchimanki, birinchi o'rinda yozgi kunda parvarish zo'r bo'lishi kerak. Parvarish bo'lmagan joyda shifo bo'lmaydi. Kelishdik? Alloh shifosini